emas, quyat menga kerak. Mana kino ko'rganmisiz, qimmat narx aytadi, soladi, bilasizmi? Kinoni ko'rganmisiz, soladi qimmat narx aytsa. Shuning uchun qimmat narx aytmang aka, so'masin odamlar. Motor hadoyishi yo'qmi? Yo'q, bo'ladi. Nechi pul bo'lishi? Bunisi 13. 11 million qo'yaylik. 12 millionga beramizmi? Juda ham qattiq odam ekan akamiz, turbish kishi kelib bir urib olish kerak akamizni. Mana tushadilar shunda. 13 million so'm. Mana salonchalarning holati, chexol qo'yish kerak, lekin yomon emas, baribir. Tekolar endi baribir hammasi shu ahvol. Zo'r tekochalar bu 30 million, 35 million debdi. Samarqand Moshdan bozori eng qimmat bozor shu. Keling, bagajni ko'rsatay. Mana zapaskasi bor. Yarmi. 4 ta balon qo'yish kerak. Motor hadoy yo'q, ani hech qanaqa ish yo'q. 13 million bo'lishi yo biron nima o'tamizmi? Bo'lishi. Qarang, mana qilaylik. Yaxshi inson bo'lsa biron o'tib beramizmi? Yo'q, hech. Erimaga biron o'tib beramizmi? 13, o'zi 13 normalniy bo'ladi. O'tib beradilar akamiz. Yaxshi inson lekin qattiq inson bo'lsalar ham yaxshi, faqat urish kerak akani. Shuna tushadilar. Yili necha edi aka? 99. 99-yil. Motor hadoy ishi yo'q, 13 million so'm. Bunda kim qiziqishsa, Instagramga aloqa chiqing.